Tabriklayman sizni. Homiladorliksiz qancha bo'ldi? Tabriklayman. Bolalaringiz rohatini ko'ring, bizga o'xshagan qiynalib yurganlarga. Bular er-xotin bizga klinikamizga murojaat qilishdi. 5 yildan beri первичный birlamchi bepushtlik bilan, agar adashmasam, foizlari spermani pastroq edi, subfertilni deyiladi. Aniqlanish bo'lgan eridan o'sha bizani andrologimiz jamstirsibayev lecheniya qilib yaxshilashtirdi spermogrammani. Kelinimizda folikul o'smas edi, yorilmas edi. Shuni davolab 2 oy davomida, keyin 3-oy stimulyatsiya qilib yoriltirdik. Mana 4-oyga kelib homiladorlik bo'ldi. To есть birinchi urinishda homiladorlik bo'lgan.